Assalomu alaykum. Agar jigar kabobga tabiiy narsalardan qo'shib tayyorlangan suvli lavash bo'lganda yegan bo'larmidingiz? Sotuvga chiqquncha videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar tayyorlashni ham o'rganib olasizlar. Videoni saqlab qo'yishni unutmanglar. Birinchi bo'lib muzlatgichda qotirib olingan dumbani ko'rsatilgandek qilib yupqa qilib kesib chiqamiz. So'ng ranglari shunaqa ko'rinishda bo'lgan, toshlari yo'q, toza mol jigarini, plyonka va tomirlarini tozalab, to'rtburchak shaklda kesib chiqamiz. Endi yupqa qilib kesilgan dumbani o'rtasiga jigarni qo'yib, kaboblarni ko'rsatilgandek qilib siqlab olamiz. Agar dumbasi kamroq bo'lsin desangiz, bitta dumbali jigar, bitta dumbasiz jigar siqlasangiz ham bo'ladi. Endi kaboblarni yana ham xushbo'y qilish uchun ziravorlarni tayyorlab olamiz. Maydalangan kashin churug'i va zira, yaxshi paprika, tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Endi jigarli lavashga solish uchun men yoqtirgan juda ham foydali salat tayyorlab olamiz. Buning uchun 3 bog' rukula, 1 bog' kashnich, 1 dona aysberg karomi hamda 1 dona pomidorni to'g'rab olib, idishga solib, ustidan 1 dona limonning suvini siqib, 2 osh qoshiq zaytun yog'idan solamiz. Iste'mol qilishdan oldin tuz sepib aralashtiramiz. Endi kaboblarimizni pishirib olamiz. Ikki tomoniga tayyorlab olgan ziravorlarimizdan sepib, balandroq olovda hamma tomonni qizartirib, qurtvormasdan pishirib olamiz. Jigar pishirishda tepasida turishi kerak. Bir tomoni qizarishi bilan aylantirib, suvli qilib pishirib olsak, yana ham mazali bo'ladi. Endi tayyorlab olgan kaboblarimizdan lavash tayyorlab olamiz. Lavashni yoyib olib, tayyorlab olgan salatimizni yoyib, ustidan qo'rida pishgan sabzavotlar, kabobni o'zini qo'yib, ustidan uksusli piyozlarni solib, o'rab olamiz. Mana tayyorlashni ham o'rganib oldingiz, ilinib, jigarlarga ham jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like ayamasangiz xursand bo'laman.